Isroil Eronga halokatli zarbalar berishda davom etyapti. Forslar esa kuzatuvchilar ko'z o'ngida falajlangandek taassurot uyg'otgan. Isroil Eronga qarshi hujumning ikkinchi to'lqinini ham amalga oshirishga ulgurdi. Yahudiy davlati ikkinchi zarbalar paketini hatto keng ko'lamda amalga oshirdi. Ilk hujumdan keyin hali o'ziga kelib ulgurmagan Eron uchun bu to'lqin katta talafotlar olib kelgani aytilmoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Sahalning ikkinchi hamlasi Tabriz, Hamadon, Kermonshoh va Xurramobod shaharlariga qaratilgan. Bu safar avvalroq hujum qilingan Natans yadroviy inshootiga yana zarba berilgan. Sherozdagi Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusining raketa obyekti, Kermonshoh shahridagi harbiy bazalar, turli joylardagi aerodromlar va uranni boyitish inshootlari Isroilning navbatdagi nishoniga aylangan. Bir necha soatlar ichida ketma-ket 2 bor keng ko'lamdagi hujumga uchragan Eron rasmiy idoralari hozircha faqat ijtimoiy tarmoq platformalaridagi sahifalarida Eronning javobi qudratli va qonuniy bo'ladi. Isroil mazkur harakatlari uchun pushaymon bo'ladi. Biz urushga tayyormiz va shunga o'xshash mazmundagi postlar chiqarish bilan band edi. Avvalroq Isroilning Eronga bergan zarbalari ortidan Tehron javob sifatida yuzlab dronlar uchirgani haqida chiqqan xabarlar ham noaniq. Erondagi ommaviy axborot vositalarining mamlakat xavfsizlik kuchlariga manbalariga tayanib xabar berishicha, ular javob hujumi haqidagi xabarlarni tasdiqlamagan. Biroq Eron qurolli kuchlarining X'dagi sahifasida 800 dan ortiq dron Isroilga qarab yo'l olgani haqida avvalroq xabar berilgandi. Shuningdek, tarmoqlarda Isroilning bir qancha nuqtalarida havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangragani, Iordaniya poytaxtida ham shunday holat kuzatilgani haqida xabarlar tarqalgan. Ayni damga kelib esa Isroilning Eron infratuzilmalariga beradigan keyingi zarbalari rasmiy Tehronning hozirgi karaxt ahvolidan kelib chiqqan holda shunchaki vaqt masalasi bo'lib qolgandek taassurot paydo bo'lgan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar to'g'risidagi raqamlar esa yangilanib boryapti. Xususan, oldinroq Isroilning havo hujumlari oqibatida Eron qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i general-leytenant Muhammad Bag'iriy halok bo'lgandi. Yangilangan ma'lumotlarga ko'ra esa uning qizi Farishta Bag'iriy ham Isroil hujumlari oqibatida vafot etgan. Bu haqda Farishta ishlagan Defa Press axborot agentligi xabar berdi. Isroil esa 24 soatdan kamroq vaqt ichida 20 ga yaqin yuqori martabali Eron qo'mondonini o'ldirganligi aytilmoqda. Umumiy hisobda esa so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Isroil hujumlari chog'ida 78 kishi halok bo'lgan. Eron Qizil yarim-oy jamiyatining ma'lum qilishicha esa Isroilning zarbalari mamlakatning 12 ta viloyatida kamida 95 kishini jarohatlagan. Eron bo'lsa halok bo'lgan qo'mondonlar o'rniga yangilarini tayinlab bo'ldi. Jumladan general-mayor Abdulrahim Musaviy Eron qurolli kuchlari bosh shtabiga boshliq etib tayinlangan bo'lsa, Muhammad Pakbur Islom inqilobi qo'riqchilari mudofaasi bosh qo'mondoni etib tayinlangan. Shuningdek, general Ali Shodmoniy Xotam al-Anbiyo favqulodda vaziyatlar qo'mondonligi rahbari lavozimiga tasdiqlangan. Isroilning ikki bosqichli dahshatli havo hujumidan so'ng eronliklar Isroil bilan urushni talab qilib namoyishlarga chiqdi. Tehron va Eronning boshqa shaharlaridagi ko'chalar odamlar bilan gavjum. Ular Isroilning aholi turar joylari va yadro inshootlariga bergan zarbalariga zudlik bilan harbiy javob qaytarishni talab qilmoqda. Ammo Isroil mudofaa vazirligi yerosti shtab-kvartirasida bo'lib o'tgan yig'ilish chog'ida mamlakat harbiy havo kuchlari rahbariyatining aksariyat qismi yo'q qilingani bois Eron endi hech qanday javob bera olmasligini ta'kidlab, rasmiy Tehronning potensialini shubha ostiga oldi. Mazkur xabarlar fonida Isroil Eronga 3-bor hujum qildi. Tehron nishon markazida bo'ldi. Shundan so'nggina nihoyat Erondan Isroilga ballistik raketalar yo'l olgani aks etgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda birin-ketin paydo bo'la boshladi. Zarbalar Tel Avivga yo'llanib, Isroil poytaxtida havo hujumidan sirenalar yangramoqda. Eronning gipertovushli raketalarining ayrimlari nishonga tekkani yaqqol ko'ringan. Temir gumbaz hamma raketani ham tutib olishga ojizlik qilmoqda. Javob zarbasi sifatida yo'llangan raketalar soni 150 ga yaqin ekani aytilmoqda. Tongda Tehronda sodir bo'lgani kabi endi Tel Avivda ham baland tutunlar hosil bo'lmoqda. Jabrlanganlar yoki halok bo'lganlar haqida hozircha aniq ma'lumotlar mavjud emas, ammo Eronning bu safargi zarbasi o'tgan yilgilarga nisbatan juda jiddiy. Chunki manbalar Eronning ayni damdagi zarbalari Isroilning milliy xavfsizlik binosiga kelib tushgani haqida xabar bermoqda. Vaziyat butkul izdan chiqqan. Yaqin Sharqda allaqachon eskalatsiya boshlanib bo'ldi. Isroil Eron infratuzilmasini yo'q qilishda davom etar ekan, Netanyahu Isroil aholisini uzoq vaqt davom etishi mumkin bo'lgan urushga tayyor turishi haqida ogohlantirdi. U o'z rejimini saqlab qolish uchun Eron bilan qancha to'qnashuv kerak bo'lsa, shuncha turib bermoqchi. Wall Street jurnali esa Isroilning Eronga hujumi 2 hafta davom etishi haqida xabar berdi. Isroilning yuqori martabali rasmiysining nashrga bergan bayonotida mamlakatning Eron yadro obyektlariga zarbalari hali yakuniga yetmagan va mazkur harakatlarni 14 kun davom ettirish rejalashtirilganini ma'lum qilgan.
Wall Street jurnalining qayd etishicha, bu muddat tahlilchilarning kutilmalariga mos keladi. Avvalroq bir qator ekspertlar bir kunlik zarbalar to'lqini Eronning yadro dasturiga yetarlicha zarar yetkaza olmasligini bildirgan edi, chunki Eronning yadro salohiyati butun mamlakat bo'ylab keng tarqalgan. Esingizda bo'lsa, Isroil bunday yondashuvni 2024-yilning kuzida Livanda ham qo'llagan edi. O'shanda Eronga aloqador Hizbulloh guruhining qurollari va infratuzilmasi yo'q qilingan, rahbariyati esa butunlay yo'qotilgan edi. Ismini oshkor etmagan rasmiyning Wall Street jurnaliga aytishicha, Eron bilan hozirgi mojaro ham xuddi shunday yakun topishi mumkin. So'nggi voqealar esa Eron va Isroil to'qnashuvi rostdan ham forslar uchun halokatli yakunlanishi mumkinligiga ishora qilyapti. Oyatulloh hokimiyati va uning tayanchi bo'lgan Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi va boshqa harbiy tuzilmalar esa chuqur nokautga uchragan. Bild nashriga ko'ra esa Eron armiyasi Isroil hujumiga qarshi ko'r, kar va soqov holatda qoldi. Isroil harbiy havo kuchlari Eron hududida taxminan 100 ta nishonga hujum qilish uchun 200 ga yaqin samolyotdan, jumladan F-35, F-16 va F-15 uchoqlaridan foydalangan va bu jarayonda birorta ham samolyot yo'qotmagan. Bundan tashqari, bombardimonchi samolyotlar boshqariladigan bombani tashlash uchun nishonlariga 50 km masofagacha yaqinlashgan. Shunga qaramay, faqatgina bitta harbiy bazada havo hujumidan mudofaa tizimi javob qaytargan xolos. Eronning yuzlab zobitlari va uchuvchilari Isroil hujumi boshlanganidan hatto xabardor ham bo'lmagan. Tahlilchilar esa bu holatda Isroil tomonidan kuchli kiberhujum va elektron urush vositalari qo'llangan degan taxminda. Eronning havo hujumidan mudofaa tizimi aynan shu sababdan ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa taxminlarga ko'ra esa Mossad yana katta sahnaga chiqqan. Zarbalarning katta qismi Eron markazidan turib berilgan bo'lishi ham mumkin. Bu bilan ko'pchilik Isroilning mazkur halokatli hujumini yaqinda Rossiyada Ukraina maxfiy xizmatlari tomonidan o'tkazilgan O'rgimchak to'ri operatsiyasi bilan solishtirmoqda. Shuningdek, Eronning yuqori darajadagi harbiy mulozimlari va yadro olimlarining aniq yo'q qilinishi mamlakat ichida Mossad agentlari keng palak yozgani, ular Eronda juda mustahkam o'rnashgani haqidagi xulosalarga sabab bo'lyapti. Nishondagi shaxslarni o'z uyida bo'lib ham yotoqxonasida yo'q qilinishi kuchli va aniq razvedka ma'lumotlarsiz amalga oshmasligi tayin. Shu bois Eron xavfsizlik tizimi o'z faoliyatini qaytadan ko'rib chiqishi kerakligi va tizimni Mossad agentlaridan tozalash lozimligi urg'ulanmoqda. O'tgan yili Tehronda Ismoil Xoniya ham o'zi tunab qolgan joyda yo'q qilinganidayoq Eron xavfsizlik tizimiga ishonch ancha susaygandi. AQSh va Eron o'rtasida anchadan buyon yadroviy muzokaralar davom etayotgandi. Kelayotgan 15-iyun sanasida mazkur muzokaralarning 6-raundi o'tkazilishi belgilangandi. Ammo Eron bugun bu muzokaralardan chiqqaniga ishora qildi va forslar Trampning kelishuvlarga qaytish chaqirig'iga javoban qotillar bilan kelishuv bo'lmaydi deb javob qaytardi. AQSh prezidenti esa Eronga 60 kun muhlat berilgani, bugun esa 61-kun ekanini ma'lum qildi. Men Eronga bitim tuzish imkoniyatini qayta berdim. Ularga eng qat'iy so'zlar bilan shunchaki bajaring dedim, ammo ular qanchalik harakat qilishmasin, bunga qanchalik yaqin kelishmasin, uddalay olishmadi. Men ularni barchasi ular bilgan, kutgan yoki ularga aytilgandan ham yomonroq bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. AQSh dunyodagi eng yaxshi va eng halokatli harbiy texnikani ishlab chiqaradi. Bu shubhasiz. Isroilda ham bunday qurollar ko'p va yanada ko'payadi. Ular bunday qurollardan foydalanishni ham bilishadi. Shuningdek, Tramp bir necha kun oldin eronlik yuqori martabali harbiy mulozimlar juda katta ketgani, ayni damda esa ular halok bo'lganini ham ta'kidladi. Bu bilan u o'limidan bir kun oldin Isroil Eronga hujum qilgudek bo'lsa, unga halokatli tarzda javob qaytarilishi haqida bayonot bergan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bosh qo'mondoni marhum Husayn Salamiyga ishora qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi eronlik radikallar jasorat bilan gapirishganda, ammo o'zlarini nima kutayotganini bilishmaganda. Endi ularning hammasi o'lgan. Bu hali boshlanishi. Allaqachon katta yo'qotishlar va vayronagarchiliklar bo'ldi. Ammo bu qirg'inga chek qo'yish uchun hali vaqt bor, chunki keyingi hujumlar yanada shafqatsizroq bo'ladi. Tramp shuningdek Tehron kech bo'lmasdan oldin yadro dasturi bo'yicha kelishuvga erishishi lozimligini ham aytdi. Unga ko'ra, hali ham kech emas. Bir tomonda esa yaqinda qizini yahudiy tadbirkorga uzatgan Eronning sobiq monarxi Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li Rizo Pahlaviy eronliklarni Oyatulloh hokimiyatini ag'darishga chorlamoqda. U xalqaro miqyosda Eronning amaldagi hokimiyati uchun muxolifat sanaladi.